Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun sizlar bilan balans, ya'ni moliyaviy balans o'zi nima va u nima uchun kerak, qayerda ishlatamiz, qachon balans bizga nimani ko'rsatishini tushunamiz. Hamma narsani bugun sizlar balans to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, bu video asosan tadbirkorlar uchun, chunki o'zi balans tushunchasi bu kompaniyaning holatini to'liq ko'rish. Ya'ni agar siz biror narsani to'liq ko'rishni xohlasangiz, undan chiqishingiz kerak va tepadan qarashni bilishingiz kerak. Mana shu kompaniyadagi asosiy instrumentlardan, moliyaviy instrumentlardan biri bu balans hisoblanadi. Nimaga? Chunki boshqa hamma instrumentlari yig'indisi kelib oxirida balansda ko'rinadi. Ya'ni hamma narsa yig'ilib bitta balansda ko'rinadi. O'sha balansni ko'rgan tadbirkor biladi, nima holatda, qayerga qarab ketyapti. Men aytaman, bu hisobotni ko'pincha mana mo'jizaviy hisobot deyman. Ya'ni kompaniyani shuni, masalan, men moliyachi tadbirkor sifatida bular bir kompaniyani masalan nimasini, balansini ko'rsam, sirasi ayta olaman, u qanaqa holatda, nima muammosi bor hozir. Endi qo'limizdan kelgancha o'qib bundoq ko'rib ayta olaman-da. Agar muammosi yo'q bo'lsa, sirasi ko'rinadi. Xo'p, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, biznesingiz ishlayotganini his qilyapsiz, qanaqadir bir pul ko'payayotganda ham tuyuladi, ish hajmi ham ko'payapti, ishchi ham ko'payapti, sotuv ham ko'payapti, lekin bitta qiziq savol tug'iladi. Biznesingiz hozir boyiyaptimi yoki kambag'almi? Ya'ni to'shni bilasizmi bu narsani? Aniq. Siz aytishingiz mumkin, da normal yuribman-ku, tirikman-ku, boyayotgan bo'lsa kerak yoki taxminiy menimcha boyayapman. Yo'q, menga aniq nima kerak, taxmin emas. Agar aniq bilmasangiz, videoni davomida ko'ring, bu nimaga olib kelishini men sizga tushuntiraman. Ko'pchilik tadbirkorlar rostini aytadi. Masalan, darsimizda ham, kursimizga ham kelganlar aytadiki, birinchi, ikkinchi darsni ayta olmaydi. Birinchi, ikkinchi dars tanishuv darsi bo'ladi, ochilmaydi. 3-4 darsdan keyin ochiladi tadbirkor, aytadi. To'g'risini, bilmasdim o'sha paytda, bilaman deb aytdim, u yoq bu ketdi. Ya'ni bilmaslik o'zi ayb emas, chunki bilmaslik yomon-da. Ya'ni asosan tadbirkor bilmasligini bilmaydi. Ya'ni bilaman deb o'ylaydi, lekin aslida bilmaydi. O'shani ham bilmaydi. Bilmayotganini ham bilmaydi-da. Chunki o'zinikini to'g'ri deb o'ylaydi. Bu ularning yomon biznesmen ekanligidan emas. Ya'ni tadbirkorni bu narsa yomon biznesmen ekanidan emas. Prosta bu sohaning egasi emas u. Chunki tadbirkor bir nechta sohalarni zo'r bilishi qiyin masala. Chunki supermen tadbirkorlar hozir kerak emas. Oldin o'xshagan, lekin hozir biz ishlarni egasiga berishimiz va to'g'ri instrumentlar bilan ishlashimiz kerak. Bu uchun esa bizga yoki o'sha tadbirkorga bitta instrument kerak. O'sha instrument nomi moliyaviy balans deyiladi. Bu so'zni siz ko'p eshitgansiz. Mana balance sheet deb eshitgansiz. Inglizchasiga ko'p aytiladi. Yoki umumiy kompaniya balansi, moliyaviy holat balansi degan so'zlarni eshitgansiz. Mana shu narsalar hammasi men aytayotgan moliyaviy balans degan so'z haqida ketyapti. Xo'p, moliyaviy balans o'zi nima? Moliyaviy balans tushunishingiz uchun, masalan, uni mana bir lahzalik kompaniyangizni surat desak bo'ladi. Masalan, hozir bugun siz balans ko'rmoqchimisiz? Mana shu kungi kompaniyaning surati. Ya'ni u suratda qanaqa? Bu faqatgina nima emasda, odamlar yoki nimalar emas, asbob uskunalar emas, u yerda asosan raqamlar surati bo'ladi. Ya'ni nimalaringiz bor sizda o'zi, kompaniya nima holatda? Umumiy holatni ko'rsatadi. Xuddiki ba'zi holatlarda bu moliyaviy balans pasportga ham o'xshataman. Ya'ni kompaniya balansi bu kompaniyaning pasportiga o'xshaydi. Ya'ni odam pasportiga o'xshaydi. Qanaqa? Odam pasportida erkak ayolligi, necha yoshdaligi, qayerda turgan hamma haq ma'lumoti bor-ku. Xuddi shunday kompaniyaning balansi ham ko'rsatadi kompaniya haqidagi ma'lumotni. Ya'ni u ikki qismdan iborat bo'ladi: aktivlar va passivlar. Qiylashtirmoqchi emasman. Aktiv passiv desam, siraz mana buxgaltercha so'zlariga o'tdi. Yo'q, unaqa emas. Men sizga juda oddiy tushuntiraman. Aktiv bu sizdagi sotishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Nimasi qiyin? Masalan, bo'lishi mumkin jihozlaringiz, kompyuter, mebel, sebellar, kompaniyaniki faqat, u uyingizdagi emas, kompaniyadagi. Yoki agregatlar, uskunalar, omborxonadagi tovarlar, skladdagi tovarlar yoki sizni ko'chadagi nasiyadagi pullaringiz yoki shotdagi pullaringiz, bular hammasi siz aktivlaringizga kiradi. Ya'ni siz pullasangiz bo'ladigan, pulga aylanadigan sizdagi barcha narsalar. Faqat egal huquq sizda bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni shunaqa narsangiz borki, siz uni arendaga olgansiz. Masalan, transportlar bor, kompaniyada u arendaga olingan. U aktiv hisoblanmaydi. Chunki u sizniki emas. Uni arenda to'lab ishlatyapsiz, u sizga xarajat xolos. Shuning uchun egal huquqi bo'lishi shart, ya'ni sizniki bo'lishi kerak, bu kompaniyaniki bo'lishi kerak. Ikkinchi tomon passiv hisoblanadi. Passiv nima degani? Passiv biz ko'pincha passiv so'zini bir negativ tushunamiz-da. Moliyada bu negativ emas. Ya'ni biz passivni nima desak, aktivni kelib chiqish negizi deymiz. Ya'ni masalan,
bizda 10 ta transport bor. O'sha nimadan kelgan? Nimadandir kelish kerak-ku, yo sizni pulingizdan kelish kerak, kompaniya egasini puldan olgan bo'lish kerak, yoki поставщик qarz bergan o'shani puldan olgan bo'lish kerak, yoki bilmadim, yana qarz tortib olgan bo'lish. Ikkita manba bor. Yo qarz kapitaldan olasiz, yo o'z kapitalingizdan olasiz. Ya'ni o'zingiz pulingizga olishingiz mumkin yoki qarz puliga olishingiz mumkin. Ikkita variant bor xolos. Shuning uchun passivlarga nimalar kiradi? Kreditlar, agar kreditlar bo'lsa, mana поставщикdan qarzlaringiz, soliqlar, xodimlardan oylikka bo'lgan qarzlaringiz, yana shunga o'xshagan barcha majburiyatlar, bular hammasi passivga kiradi. Mana shu hamma majburiyatlaringizni qo'shib chiqdingiz va aktivlarni ham qo'shib chiqdingiz. Mana bugun mana shu videoni ko'rgandan keyin mana ertaga bitta o'tirib yoki bugun vaqtingiz bo'lsa bitta o'tirib hammasini qo'shib chiqingda. Sizda nimalar bor, bisotingizda qo'shib chiqing va siz nima qarzlaringiz bor, hammasini qo'shib chiqingda, ikkisini ayiring. Ya'ni siz bisotingizdan, bor narsangizdan siz qarzni ayirsangiz, agar bu musbat son chiqsa, ya'ni 10 bo'lsa, bu 5 bo'lsa, ayirsangiz 5 chiqsa zo'r. Ya'ni mana shu haqiqiy sizni kompaniyangiz qiymati hisoblanadi. Ya'ni buni biz moliya tilida xususiy kapital deymiz. Ya'ni kompaniyaning egalik huquqidagi puli. Ya'ni buni qo'pol qilib tushuntirsa, mana oddiy qilib tushuntirsa qanaqa? Hozir ish to'xtatsangiz, hozir biznes to'xtatsangiz, nima bo'ladi sizda? Ombordagi siz kattagi mahsulotlar sotasiz, nasiyani yig'asiz, hammasidan pullisiz 10 so'm pul bo'ldi. Endi shundan hamma qarzlaringiz berdingiz 5 so'm chiqib ketdi. Sizda 5 so'm qoldi. Mana shu kompaniyani o'zi, ya'ni o'sha kapitali, kompaniya egasining puli mana shu yer. Haqiqiy qiymat mana shu yerda bo'ladi. Mana shu balansning o'zi, ya'ni natija bitta raqam bo'ladi. Oxirida o'sha kapitalni ko'rsatadigan raqam. Xo'p, bu tadbirkorga nima uchun kerak? Men sizga balans nima kerakligini 3 ta sababini sanab beraman. Va qo'shimcha yana sabablarni aytib berishim mumkin. Birinchi sabab, siz haqiqiy manzarani ko'rasiz. Ya'ni kompaniyada nima holat hozir, asliyati nima bo'lyapti, biznes jonli yoki faol ko'rinishi boshlanadi. Ya'ni balans aktivlar kamayotganini, qarzlar o'sayotganini ko'rsatadi. Siz o'z haqiqatda nima holat bo'layotganini kompaniyada ko'rib turasiz. Ikkinchisi, qarorlarni his-tuyg'uga emas, raqamlarga asosan qabul qilish boshlaysiz. Ya'ni o'sha ichkarida siz ko'ryapsiz, biz kredit olishimiz, qarz tortishimiz kerakmi, yo'qmi? Kengayish vaqtimi hozir, yo'qmi? Kim puliga yashayapmiz? Balkim biza xodim yo'llashimiz kerak edi yoki outsource olishimiz kerak edi. Mana shu narsalarni bilishimiz uchun balans, ya'ni kompaniyaning holati juda muhim. Va uchinchi sabab, siz nimani, moliyani bilishingiz uchun, balansni qilishingiz uchun, bu banklar va investorlar bilan muloqot uchun kerak. Ya'ni seryozni investor, seryozni sherik, agar sizga kerak bo'lsa, ana lahatron emas, seryozni sherik kerak bo'lsa, seryozni investor kerak bo'lsa, u обязательно balans so'raydi. Balansiz sizga hech kim pul tikmaydi. Balans bo'lishi shuning uchun muhim. Agar siz bugun balans muhim emas, men baribir uni ko'rmayman desangiz, hech bo'lmasa ko'rmasangiz ham mayli. Har oy qiling, qachondir investor olishingiz uchun bugun qilgan balansingiz sizga yordam beradi o'sha payt. O'sha payt siz vaziyatdan olib chiqib ketadi. Vo deydi, bu 5 yillik balansi bor ekan buning. Demak, hisob-kitoblarga qararkan holatni ko'rsatdi va holat normal bo'ldi. Siz ozda aytyapsiz, tasavvur qiling, meni biznesim zo'r ekan, pul tiking. Unaqa emas, siz raqamlarda ko'rsating o'shani, bo'ldi, u keyin pul tikadi. Yana nima sabab aytish mumkin? Masalan, yana aytish mumkin, balans bo'lmasa siz taxminlarga asoslanib qaror qabul qilasiz va taxminlar bir kun sizga qimmat tushishi mumkin. Ya'ni taxmin o'zi arzon narsa turadi, chunki mana buni qilib deyish osonda, mana buni qilib yuboringlar degan oson bu narsa. Yoki shunchaki qarab bo'ldi, narxni mana bunaqa tushiringlar, yiqitinglar, ana konkret deyish oson, lekin balansga qarab, kompaniyaning balansini yuritib, bu narsani haqiqiy raqamlarga qarab qilmasangiz, siz bir kun mashq qilayotgan taxminlaringizdan normalniy pul yo'qotasiz. Ya'ni ba'zi birlar maqtalarni qo'yadi. Ana tavakkalchiligim uchun ham ko'p pul topaman-da deydi. Siz qilayotgan tavakkalchiligingizdan shu paytgacha 1 million dollar topgan bo'lsangiz, bir kun shunaqangi xato qilasizki, u 2 million dollarga tushadi sizga. Ya'ni shu paytgacha topgan pullaringiz bir tiyin bo'lib qoladi dunyoda-da, lekin prosta siz uni o'lchab ko'rmaganingiz uchun darsini shunaqa yashayverasiz. Shuning uchun vaqti keldi, mana bugun shu videoni ham ko'rib turibsiz, balans qilish juda ham muhim kompaniyaga. Endi buni raqamlar, misollar bilan, keyslar, workshoplar bilan inshaalloh agar darsimizda qatnashsangiz, darsimizga kelsangiz, bizlar har oy tadbirkorlar uchun oson moliya darslarini ochganmiz. Bu darslarga kelsangiz, unda ko'rib chiqamiz bemalol. Bugungi darsda men sizga to'liq balans o'zi nima, u nimadan tashkil topadi, o'zi nimaga kerak, uni ko'rish muhim yoki muhim emas, shu narsa haqida gaplashyapmiz. Demak, asosiy xulosa nima? Balansdan. Bugungi gaplashgan narsamizda moliyaviy balans va buxgalterlik rasmiyatchiligi uchun emas. Ya'ni moliyaviy balansni siz buxgalteriya va rasmiyatchilik uchun qilmang.
чисто управленческий учет uchun, ya'ni boshqaruv uchun, boshqaruv hisobotini yuritish uchun qilishingiz kerak. Chunki u eng birinchi sizga muhim, tadbirkor o'ziga muhim. Chunki tadbirkorning xatolari uchun o'zi pul to'laydi. Agar tadbirkor xato qilsa, uni o'zi pul to'laydi. Hech kim siz yoningizda turmaydi. Shuning uchun bu biznesingizni pulsi hisoblanadi. Mana masalan, puls bor-ku, qani uryapti yoki boshqa. Masalan, shifokorga borsangiz ham, doktorga borsangiz ham sizni pulsingiz bunda ushab ko'radi-da. Mana oldin tablar shunaqa bo'lgan. Bunda tab ushab ko'rardi-da. Ha, sani mana bunda davlening bor, oyog'ingda og'rig'ing bor, aytardi. Qayerdan o'sha desangiz, kompaniyada ham moliyaviy balans puls xuddiki odamdagida. Uni shunda ko'rasiz-ku, qaraysiz, demak, holat yaxshi yoki holat yomon degan narsaning xulosasini chiqarish uchun. Tadbirkor ham moliyaviy ahvolni bilmay biznesni boshqarmasligi kerak. Ya'ni xuddiki shifokor pulsni ko'rib sizga tashxis qo'yadi-ku davolash uchun. Xuddi shunday siz ham tadbirkor sifatida moliyaviy balansingizni ko'rmasdan bu yog'iga planlar, bu yog'iga rejalarni qilishingiz noto'g'ri. Chunki bu yana ham o'sha bu narsaga borib, ya'ni analizsiz qaror qabul qilishga boradi va bu albatta ertaga sizdan normalniy pulni olib chiqib ketadi. Qancha muddatda ko'rish kerak balansni? 3 xil biznesda 3 xil ko'rinadi. Ya'ni balans eng kamida 1 oyda bir marta ko'rish kerak. Eng maksimum deganda, masalan, mana videoni ko'rayotganlarda balkim shunaqalar bor. Shunaqa o'zi odam ko'p, mana mard bo'lib nima tan oling. Aslatga balans olasiz-ku, 1 yilda bir marta zakot paytida olasizmi yo'qmi? Bu eng xato usulda bu. Bunaqa bo'lmaydi bunaqa. Siz biznes modelini, ish ishlaringizni bahona qilmang. Chunki bu bahonalar, agar siz biror narsani qilishni xohlasangiz, 1000 ta bahona bor joyda 1001 ta sabab topa olasiz o'shani qilishga. Agar siz uni qilishni xohlamasangiz, 1000 ta bahonani 1001 ta ham qilib yuborasiz-da. O'shaning uchun xohlash juda muhim. Buni shuncha men sizga tushuntiryapman. Balans nima, muhimligi nimada. Eng muhim hisobotlardan biri deyapman, lekin hali ham balans kerak emas, men yuraveraman deyotgan bo'lsangiz, endi u xohish endi. Ya'ni o'zingiz agar uni xohlamayotgan bo'lsangiz, ilojimiz yo'q. Lekin eng maksimum holatda hech bo'lmasa 1 oyda bir marta ko'rish kerak. O'zi aslida qanaqa meni taklifim, kichik bizneslar kunlik balans ko'rish kerak, kunlik. Ya'ni siz hozir kichkina biznessiz, siz kunda balans ko'rsangiz agar, siz gibkiysizda hozir tez o'zgara olasiz. Trendga, bozor, raqobatga, hammasiga tez, chunki gibkiysiz, eng kichkinasiz hali. Moslashuvchansiz. Har kun ko'rib tursangiz, har kun qarorlarni qabul qilib, siz o'zgarib ketaverasiz. O'rta bizneslar haftasiga bir marta ko'rish kerak. Chunki ular o'zi sekin o'rtalashgandan keyin endi sekin filiallar shakllantirish boshlagan, endi ular sal og'ir bo'ladi. Biror yangilikni pastgacha joriy qilish uchun oylar vaqt ketib qoladi. Shuning uchun haftada bir marta ko'rib, holatni yaxshilab boraverish kerak. Katta bizneslar 1 oyda bir marta ko'rsa bo'ladi. Agar siz o'zingizni 1 oyda bir marta ko'rayotgan bo'lsangiz, agar katta biznesman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, muammo yo'q. 1 oyda bir marta ko'ring. Lekin siz hali o'zingiz o'rta kichik biznes bo'lsangiz, 1 oyda ham bir ko'rmayotgan bo'lsangiz, 3 oyda bir ko'rayotgan bo'lsangiz, 1 yilda bir zakot payti ko'rayotgan bo'lsangiz, siz yutqizyapsiz. Bir yomon xabar aytaman, mana agar moliyaviy balans ko'rmasa, hisob-kitoblarni qilmasa, tadbirkor uzog'i 3 yil. Butun O'zbekiston bo'yicha aytyapman. Uzoq, liboy joyda 3 yilda sizni raqobatchingiz agar bu hisobotlarni ko'rib, bu hisobotlarni ishlatsa, sizni siqib chiqaradi bozordan. Endi bu yog'iga marketing, sotuv, xodim ikkinchi daraja o'sha raqamlarga qarash kerak. Chunki siz har bitta narsaga pul tikasiz. Marketing yuritish uchun pul kerak, echa yuritish uchun pul kerak. Hamma narsaga pul kerak. Uni to'g'ri joydan olib kelib, modelni to'g'ri qilib, unga to'g'ri yo'naltirish uchun esa sizda moliyaviy bilim bo'lish kerak, ong bo'lish kerak, tafakkur bo'lish kerak. O'shaning uchun hech bo'lmasa mana shu darslarimizni ko'rib, balans va bir nechta kichkina instrumentlar ishlating. Shuncha mana vaqtingiz ketdi, shuncha mana ko'rdingiz. Endi mana bu instrumentlarni ishlatish kerak. Xo'p, shunda biz o'sha muammolar haqida kech bilib qoladigan odam bo'lmaymiz. Ya'ni agar biz o'sha bir oyda hech bo'lmasa bir marta ko'rib tursak ham, masalan, sal bo'lsa ham tez yuramiz-da, lish bu qolganlar ko'rmayapti ham-ku. Qancha tez ko'rsangiz, ular oldindan ko'rib o'z vaqtida harakat qiladigan odamga aylanasiz-da. Qancha tez ko'rsangiz, qancha sekin ko'rsangiz, yana orqada qolib ketaverasiz. Umumiy bugungi dars xulosasi shu. Agar sizga mana shu balans nimasi mavzusi juda muhim bo'lsa, qiziq bo'lsa, yana ham bizga aloqaga chiqishingiz mumkin, video ostida kommentariyada yozishingiz mumkin, savollar berishingiz mumkin, yana nimadir sizni qiziqtirsa yoki bo'lmasa moliyaviy yana boshqa mavzular qiziqtirsa, shu bizani Instagram profilimizga kirib kommentariyalarda yoki izohlarda yoki direkt yozishingiz mumkin. Xo'p, asosiy narsa shu, agar nima bo'lsa, vaqtingizga rozi bo'lasizlar, mana umumiy beradigan ma'lumotlarim tugadi.
man vaqtimga roziman. Inshaalloh yaxshi yerda ko'rishguncha bizning asosiy maqsadimiz siz moliyaviy erkinligingizda pullarni zo'r topib, zo'r taqsimlab, boyib ketishimizga men qarshi emasman, faqat to'g'ri yo'llar bilan. 1 yillik, 2 yillik, 10 yillik emas, 100 yillik boy bo'lishni afzal ko'raman. Har doim beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshidir. Shuning uchun doim beruvchi qo'l bo'lishga harakat qiling. Sog' salomat bo'ling.